hozirgi kunda bu xorijiy bo'ladimi, mahalliy o'zidan bo'ladimi? Bugungi kunda qiladigan ishimiz bu yeri tayinlash ekishga. Yeri tayinlashdan oldin nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Ko'p joylarda fosfor, kaliy o'g'itlarni institutimiz tavsiyasi bo'yicha kuzda berish kerak haydashdan oldin. Lekin hozirgi kungacha ko'p fermer xo'jaliklarda bu ish qilinmagan. Ayniqsa plyonka bilan ekadigan xo'jaliklarda bunga ahamiyat berish kerak. Nimaga desangiz, yer tekis, kesayib bir 5% dan oshmagan dalalarda, juda tekis joylarda plyonka yopish oson bo'ladi. Agar kesayi ko'p joylar bo'lsa, plyonkani yopganingizda yirtilish nimasi holatlari bo'ladi. Bu oqibatini mandan yaxshi bilasizlar. Oqibatda o't bosib ketadi. Shundan keyin plyonkani ko'tarib olishga majbur bo'lamiz. O'shaning uchun plyonka yaxshi yopilishi, undan keyin tomchilatib sug'orish sistemasini yaxshi joylashtirish uchun biza yerni yaxshilab tayinlashimiz kerak. Yeri yetilgan payti oddiy usulda bu qo'lingiz bilan bir hovuch turponni olib g'ijimlab turib yerga sochib yuborsangiz, agar sochilib ketgan bo'lsa, bu yer yetilgan deymiz. Agar ilmiy tomondan qaraydigan bo'lsak, bu 60-65% yeri namligi bo'lishi. Bu degani 16 dan 18% gacha yeri haligi 10 santimetr qatlamida yeri 8-10% yer issiq bo'lishi kerak. Harorati shu darajaga kelganda ekiladi. Bu plyonka ostiga. Agar oddiy ochiq maydonga ekadigan bo'lsak, 12-14% darajaga yetganda unda ochiq maydonga chigit ekiladi. Plyonka ostida tomchilatib sug'orish sistemasini joylashtirishimiz kerak. Chigit ekishda 22 kilo, 25 kilogacha chigit ekiladi. Bu hozir bilasizlar, hammani pnevmatik, hamma kelayotgan selkalar hammasi pnevmatik ular. Mana masalan qo'sh qatorda deymiz. Qancha ko'chat bo'lishi, 240 ming ko'chat qilish uchun qanaqa ekilish kerak deb savol turadi. 76 layda. Значит, qo'sh qator orasi 10 cm, lekin o'simlik orasi 11 cm bo'ladi. Ana o'shanda ikki qatori nimasida 240 ming ko'chat olishga erishamiz. Yakka qatorda bo'lsa, har bir o'simlikning orasi 5-6 cm bo'ladi. Bu ham 240 ming ko'chatni olishga erishiladi. Mineral o'g'itini 4-5 chimparkda beramiz 50 kilo hisobida. Undan keyin donalash ekanini 75%ni va gullash boshlanganda 75%. O'shani ham o'sha tavsiyada yozganmiz, 1-iyulgacha taomlash kerak. Bu oziqlantirish. Agar kechiktiradigan bo'lsak, paxtamiz ham kechib bo'ladi, g'ovlab ham ketadi. O'sha g'ovlasini oldini olish uchun hamma amallarni vaqtida bajarishimiz kerak. Yakka qator ekkanda ham biza tomchilatib sug'orishga ham ahamiyat berishimiz, chunki hozirgi kunda o'zi yildan yilga mana ob-havo o'zgarishi, suv tanqisligi hammasi, orolni mana qurishi hammasi olib kelyapti, suvni tejashga olib kelyapti. Suv tejash uchun o'sha joy imkon qadar tomchilatib sug'orishga o'tishimiz kerak. Endi savol tug'ilishi mumkin. Kultivatsiya o'sha oddiy kultivatsiyamiz bo'ladi. Masalan, plyonkalida agar qo'sh qator ekkan bo'lsangiz, ochiq maydonida kultivatsiya o'tkazamiz. O'shanda ham begona o'ti kamayadi va plyonka ostidagi aeratsiyani yaxshilaydi. Ikkinchidan, agar u 2-10 cm plyonka qilib 6 qator yopilgan bo'lsa, qo'sh qator bo'lsa 6 qator bo'ladi. O'shani yopilganda 4-qator ikki tomondan 4-qatorli qoladi ochiq. Ana o'shanda ham faqat kultivatsiyamiz o'tda chuqur yumshatib ishlari olib boriladi. Bu nimaga kerak? Bu birinchidan traktor yurish uchun joy qoldiriladi. Traktor yurganda mana zarar kunandalar, uni ustiga preparatlarni o'chirish yoki masalan biostimulyatorlarni qo'llashda o'sha traktor yurish kerak. Plyonkani yirtib olmaslik uchun o'sha ochiq qoldirilgan qatorlardan yurib, traktor yurib sepadi. O'shanga qoldiriladi. Lekin masalan hozirgi kunda ko'p klasterlar ham harakat qilyapti. Men dronlardan foydalanish u tomon ham yaxshi. Bir tomondan o'sha ortiqcha yerga zichlanishni olib kelmaydi. Lekin bizda bitta narsa borki, begona o't bilan kurashmaymizda yaxshi. Birinchi begona o't kurashi bu kuzda. Kuzda yaxshi yeri qo'sh pluglar bilan duxu yarısini plugidekda oldin o'sha chimqir qari bo'lardi.
o'sha bilan qirqib 30%, 30 santimetrli yuqoridagi nimani pastga tashlardikda o'sha bilan ko'p nimalar chirib ketardi. Hozir unga ahamiyat berilmaydi, tezroq nima qilishga harakat qilinadi. Oldida chimqirqanni olib tashlab, traktor bilan tez yeri haydab qo'yishga harakat qilish. O'shaning uchun o't bosib ketdi, ochig'ini aytsam. Ikkinchidan, nima ekish bilan gerbitsid solmay ketdi. Ekish bilan gerbitsid solishi mana hozir men aytdim, ustum sepishimiz kerak. Undan keyin uchinchisi, hozir masalan shunday gerbitsidlar chiqqanki, shonalash davrida bemalol sepsa bo'ladi. Ayniqsa g'uma, qamich, shamakka o'xshagan endi bir pallali o'simliklarga ta'sir qiladigan gerbitsidlar hozir juda ko'p. O'shalarni vaqtida faqat o'stirib olmasdan, где-то 10 santimetrgacha o'sha begona o't o'sib chiqdimi, o'sha davrda sepilsa juda yaxshi o'zini natijasini beradi. Endigi masalamiz kultivatsiya. Tomchi sug'orish nimasini ham tashlagan shlangasini traktorga sekin ko'tarib qo'yib, kultivatsiya o'tkazishadi, yana orqasidan shlanga joyida qoladi. Ana shularga ham ahamiyat berishga. Chunki men nima tashladim, endi kultivatsiya qila olmayman degan gaplar bo'lishi kerak emas. Endi uchinchi masala bu sug'orish. Endi masala plyonka ostiga yerni tayinlab, haligi nima qilganda, masalan nima qilib ketishi mumkin-da, yer nami qochib qolishi mumkin. Aslida yer namini yo'qotmaslik uchun mala qilinadi. Mala qilganda bu pastiga namni tepaga ko'taradi, o'sha tushadigan joyga nam tushadi. Hozirgi kunda nima deymiz? Xitoy selkalarida agar ekishayotgan bo'lsa, plyonka ostida tomchilatib sug'orishda, ekib bo'lgandan keyin nam yetarli bo'lmasa, hali aytganda 16dan 18%gacha bo'lmasa yer namligi, o'shanda 100-120 metr kub gektariga yengil suv beriladi. Undan keyingi suvlar o'sha paxtani talabiga qarab, g'o'zani talabiga qarab beriladi. Endi keyingi masala bu asosiy Xitoyni navidan yuqori hosil olish ularni metodida bu boshqarish. O'simlikni boshqarishga nihoyatda katta ahamiyat berishadi. Ular bo'g'im orasini ham o'stirib olishga harakat qilishmaydi. Bor yo'g'i 3-4 santimetrda, uzog'ini 5 santimetrda ushlashadi bo'g'im orasi. O'sha bo'g'im orasi 3-4 santimetrdan sal osti suvga sug'orishadi. Bo'lmasa ortiqcha suv berishmaydi. O'shanda ham eng ko'p suv berilgani gullash hali hosil to'plash paytida 250-300 bo'ladi, lekin 5-6 marta sug'oriladi. Oxirgi suv sentyabr oyida agar o'sha yerlar o'sha yorilib nima qilgan bo'lsa, bir sidra yengil suv berish kerak bo'ladi. Endi asosiy hali aytgandek boshqarib boradi deganim, bu xuddi bolangizni o'sishiga nimasiga ahamiyat berasiz, vitamin berasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Bu yerda sajayam bilan boshqarishadi. Sajayam bilan boshqarishda mana 4-5 chimbarda mana biz masalan o'sha paytda sepishimiz kerak. Bo'g'im orasini katta qilib yuborishimiz kerak emas. Iloji boricha pastki yaruslarda hosil olishga harakat qilishimiz kerak. Ana o'shanda bo'g'imi katta bo'lib ketmaydi. O'shandan boshlab keyin shonalashda 10-15 millimetr, undan keyin hali nimada gullash paytida 45 milligramgacha, undan keyingisi 90 grammgacha nimada sepiladi. Asosiy chekankani ular qo'lda qiladi. Nimaganing tepadagi haligi nimasida har xil hasharotlar yig'iladi. Eng tepada. Biza masalan tepasidagi nimasini uzib, fartiqqa solib olib chiqib tashlash kerak aslida. O'sha tepadagi g'uj bo'lib turgan nimasida yig'ilgan nimani daragadan olib chiqib ketsa, o'shanda hasharot kamayadi. Lekin ko'pincha bunga ahamiyat bermay, shappa-shappaki ustidan haligi nimasini 3-4 santimetr qolib 5-15 gachadan bundoq sindirib ketishadi. Bu noto'g'ri. Umuman dalada chekanka paytida hamma chekanka bilan shug'ullanayotganlar farq berish kerak. Fartiqqa solib daladan olib chiqib ketilsa, ana o'shanda
hech qanaqa hasharot dalada ziyon bermaydi. Endi boshqardik ham, nima qildik ham, paxtamiz yetildi. Nima qilish kerak? Bo'tda chekanka o'tkazilgan, hammasi bo'ldi, so'mlar yetildi. Endi paxta ochilganda defoliatsiya vaqti keladi. Mana bizlarni bitta sal kamchiligimiz asosiy. Hozirgi navlarni hisobga olinmaydi. Oldingi navlar 130, 140 kunliklar ham bor. Hozirgilar 100 kunliklar ham bor, 120 kunlik, o'zi 25 kunlik. O'sha navlarga iloji boricha o'g'itlash ham vaqtliroq tugatish kerak. Undan keyin chekankani ham shu 20-iyuldan boshlab chekanka tamomlash. Ana o'shandan keyin defoliatsiyamiz ham sentyabr nimasiga bormaydi. Defoliatsiyani ham avgust oxiri, sentyabr boshida tugatish. Birinchidan, ikkinchidan mana masalan Xitoy navlarini tavsiyasi o'qib ko'rsam, masalan, ular tepasidagi nimasini ochirib olishga harakat qilishar ekan. Onun uchun mana biz ham tavsiyada yozdik, o'zimizda ham qilgan ilmiy ishlarimizda etifonni sepilsa, tepadagi yig'ilgan ko'saklarimiz ochintirib beradi. U degani, ana masalan defoliatsiya yo desikatsiya qilsak, ular bujmayib ochiladi. Ular nima deydi, o'z xohishida emas, majburiy ochilsa, hali nima etifon berganimizda ular majburiy emas, o'zi yetilib ochiladi. Ana o'shani hisobiga 100% ochilgandan keyin uni defoliatsiya o'tkaziladi. Defoliatsiya bo'yicha tavsiyalar yozilgan. O'sha o'zimizni yumshoq oldin ta'sir etuvchi defoliantlar bo'lsa, anaqa ob-havoni pasayishi hisobiga keyin qattiq defoliantlar foydalanish tavsiya etamiz.